Yanıma geldi, oturun la. Yaxşı muallim. O'ltirishey, asar chiqasi ko'rib qanmaydigan, malsa siya bir anmaydigan, o'zini yoqtirmaydiganlarning qo'ng'idan yonmaydigan, bir-biridan chiroyli davxo qiziganlar. Muallim, voy nima? Savolimiz batdi shu. Uddilli degine. Uyimizdagi ombar chashqini og'rib qolgan, chashqandori bersam, nimishqa o'ylab qoladi. Alloh saqtu ha? Muallim, bog'chidagi alvasta qariga nimishqa ras alvasta ishlatmaydi o? Bu iste'molchilarni oldiganlik bo'lmamda. O'jil bu oyda odam alvastidimi qo'rqinchli qo'kit basa, sana dek ganjolik olsun deb jin odamni ishlatganiga qo'shudi. Muallim, nimishqa uzun umr ko'rganlarning hammasi yashanganlar. To'g'ri deysa, yoshlar salomatlikka ko'ngil bo'lmayotidi. Bo'lab 21-asrda tug'ilganlarning hech qaysi hozirgacha 30 yoshgacha yashalmadi. Afsus. Shunga yosh bolalar, sizlarga nasihat. Uzun umr ko'raman deydikansizlar, cho'qim tirishib yashangan odam ko'zgiranglar. Mo'lim, odamni maymundan o'zgargan deydi. Ammisi nimishqa hozirgi maymunlar davomli o'zgaravermaydi. Ey do'st, chunki davomli o'zgarib odam bo'lib qolsa, xizmatning, to'yning, turmushning dardini tortib ketishdan ansirmamdi. Gadan kishi deykan bo'lib ketsa, nima qiladi yashab? Maymun bo'lgan yaxshi emasmi uningdan? Muallim, ayolim o'saqdiki bola sizning emas deb mendan qattiq ranjiyotdi. Meni yaxshi ko'rsangiz, bu bola cho'qib sizning bo'ladi. Hammasi sizning xatolig'ingiz deyotdi-ku. Demak sen chukvanchiga qattiq haqning pulini yeyapsan-da. O'zingga ozjimi? Muallim, qiz do'stim, nimishqa burun xapilab qolsam ko'tiralaytdingiz, hozir ko'tiranmas bo'lib qoldingiz deydi. Meni yaxshi ko'rmaysiz deb mendan xapiyotdi. Nim deb javob bersam bo'lar? O'qitmas kiyim kiyib olgandim deb qo'ysam, pichoqni tashlab qo'yib, attama tuli atiga olib ketding degina. Muallim, muhabbatimning qiz do'stim muhabbatimga osiylik qilib, uning muhabbati bilan yuribdi. Hamda nim deb tasalli versam bo'lar uningga. Nima? Muallim, qo'y alab yeydik-a. Unda biz qo'yni yeymizga. Unda ovar o'g'andan biz udilla alab yesak bo'lmamdi. Muallim, anlasam odam badanining 70%ni suvdan tuzilgan deydi. Demak, men yana 30% suv ichib etsam, biroqli bir butil ko'koncha shuga o'zgarib qolamdim. Ey, sen haqdan og'izdan bir tuzak savollar chiqmamda. Bir kun kechgich kallangda nima o'ylaydigan sen qasin? Sizlarning savolinglarga javob bercha, men Pinglun chudiklaring savoliga javob beraymi? Darsni tushunga.